Assalomu alaykum barchaga. Men Sardor Bekadilbekov va Raiffeisen kompaniyasi servis bo'limi boshlig'iman. Sizlarga bugun omborimizda mavjud bo'lgan qishloq xo'jaligi texnikalari uchun ehtiyot qismlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bizning omborimizda bugungi kunda asosan bulutlarning to'liq komplektatsiyadagi ehtiyot qismlari mavjud. Mana ko'rib turganingizdek, Yevropa bulutlari uchun to'liq ehtiyot qismlari mavjud bo'lib, dalota va boshqa qismlar, polavoy doska qismi, har xil turdagi ehtiyot qismlarimiz mavjud. Mana bu yerda esa qishloq xo'jaligi uchun o'rim, terim, yig'im kombaynlari uchun, karma razlatchiklar uchun hamda o'zimiz tomonimizdan qishloq xo'jaligi bo'yicha sotilayotgan agregatlarimiz uchun har xil turdagi ehtiyot qismlarimiz mavjud. Agar sizlarga qishloq xo'jaligi texnikalari va ehtiyot qismlari zarur bo'lsa, bizlarga murojaat qiling. Biz sizga xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz.